Samarqand bu go'zallik tarqatuvchi tarix va zamon uyg'unligi. Bu faqat shahar emas, tarixning, madaniyatning yuragi va orzular maskanidir. Barchamizga ma'lumki, 18-oktyabr Samarqand shahri kuni. Shu munosabat bilan Samarqand davlat pedagogika instituti talabalarining Samarqand haqidagi bilimlarini, fikr va munosabatlarini bilish uchun ular o'rtasida kichik so'rovnoma o'tkazamiz. Qani, ketdik. Assalomu alaykum. Sizga savol bersam bo'ladimi? 18-oktyabr qanaqa kun? Samarqand shahri kuni. Samarqand shahri qachon UNESCO Butunjahon merosiga ro'yxatiga kiritilganligini bilasizlarmi? Qachon? 90-yil. To'g'ri. 1990-yil. Rahmat javob uchun. Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz? Sizga savolim bor edi. Ulug'bek rasadxonasi kim tomonidan qurilgan? Ulug'bek tomonidan qurilgan. Assalomu alaykum. Shohi zinda atamasi nimani anglatadi? Abadiy yashash shohda. To'ppa-to'g'ri. Rahmat. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Ustoz, savolim bor edi. Marhamat. Samarqand shahri qaysi daryoning bo'yida joylashgan? Zarafshon daryosining bo'yida joylashgan. Rahmat, to'g'ri javob. Assalomu alaykum. Shohi zinda atamasi nimani anglatadi? Assalomu alaykum. Samarqanddagi eng mashhur ansambl qaysi? Assalomu alaykum. Ustoz, savolim bor edi. Samarqandni bir so'z bilan ta'riflang deganda nima degan bo'lardingiz? Buyuklar yurti. Rahmat siz. Assalomu alaykum ustoz. Sizga savol bersam bo'ladimi? Samarqandni bitta so'z bilan ta'riflang. Samarqand yer yuzidagi jannat. Endi bu faqat mening so'zim emas, tarixiy manbalardan shunday deb kelingan. Masalan, o'sha Samarqand sayqali ruyi zaminasi, ya'ni yer yuzining husni, Buxoro Qubatul Islom Medinasi, ya'ni Buxoro bu islom dinining gumbazi. Shunday ma'nolarni anglatadi. Bundan tashqari Samarqand juda ham qadimiy shahar. Rim bilan tengdosh shahar. Mana yoshi 2750 yilligi nishonlangan bo'lsa-da, bu shaharni men o'ylayman yoshi 3000 yildan ziyod. Va agar buni ham hozirgi masalan tarixchi olimlarimiz bundan ham qadimiy ekanligini yaqin kunlarda isbotlaydi deb o'ylayman. Buyuk Amir Temurning vatani, eng qadimiy bir ulug' shahar. Samarqandga muhabbat bu o'z tarixini, o'z millatini, o'z ildizini sevish demakdir. Aziz talabalar va yurtdoshlar, Samarqand kuni barchamizga Muborak bo'lsin.